Esinglarda bo'lsa, Angrenda g'isht zavodida 4 ta g'isht sindirib bergandim. Ana endi Markaziy Osiyodagi yagona bo'lgan eng katta avtomatlashgan Armada Andijondagi g'isht zavodida g'ishtini sindiramiz. 1 2 Abdurahmon aka to'xtang. Ha, uka. Ibrohimni to'yi o'tsa, undan keyin sindirasiz. Ha, hali Ibrohim to'yi bor-a? to'yi bor. Ungacha Armada g'isht zavodi bilan tanishamiz. To'liq standart razmerlardagi Armada g'ishtlarini ustalaringiz ko'rgandan keyin sizni duo qilishadi. Bu g'ishtlardan qurilgan uylarda ota-onangiz bilan uzoq yillar davomida yashaganingizda ota-onangizni duosini olasiz. Markaziy Osiyoda eng yirik bo'lgan avtomatlashtirilgan Armada g'isht zavodi bir kun davomida 400 mingta a'lo toifadagi g'isht ishlab chiqaradi. Eng muhimi, tabiatga ziyon yetmaydi. Sababi avvalgi 15 ta kichkina zavodni bir o'zi bajargani bilan o'rnatilgan sifatli filtrlar o'z ishini bajaradi. Barchasi loydan boshlanadi. Lekin siz biror bir boshqa zavodda bunaqangi loyda o'zida shunaqangi sifatni uchratmaysiz. Chunki Armada zavodida barcha jarayon avtomatlashtirilgan va sifatiga kafolat berishadi. Armada kompaniyasining sifatli g'ishtlarini butun vodiy bo'ylab va albatta Qirg'iziston Respublikasiga ham yetkazib berish xizmatlari bor. Siz uchun telefon va Instagramlarini qoldirdim. Yurakchani qizartirib qo'yib, yaxshi g'isht olaman deb yurgan do'stlaringizga bu videoni yuborib qo'ying.